Assalomu alaykum hurmatli fermer rus kanalining obunachilari. Kanalimizdan kuzatib o'tgan mehmonlarimiz, muxlislarimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan Fayzullo akamizning fermasidan sotadigan buqalarimizdan video obzor qilib ko'rsatamiz. Videolarimiz yoqsa yoqmasa dislike. Mana zo'rlardan keldi, chempionlardan. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolasizlar. 20 milliondan 27 milliongacha narx-navo aytilyapti. Soni 40 ta soni. Kelishib chiroyli qilib beriladi narx-navolar keseli. Chempionlar yoshiga to'lgan, yoshiga to'lmagan buqalarimiz. Hozir yaqinda keldi buqalarimiz. Bugun hafta kuniga chorshanba 2025-yil 19-mart. Kelib yetishtilarini ko'rib, sog'liqlarini ko'rib ovrasizlar. Dastlabkilarimiz kelishilgan holatda bunaqalardan bor. Suv ichlarni ko'rsam har charchog'i chiqmagan mollarimizdan. Yo'dan ham ko'rsatib o'tib ketamiz mana. Buxorolik, Samarqandlik hamma obunachilarimizga, angerekli obunachilarimizga, fermer rus kanalining ashaddiy muxlislari uchun mana buqalarni zo'rini deb zo'rlardan keldi. Xudo xolisi yana tugab qolsa, yangi partiya buqachalarimiz keladi yana. Yo'lda kelyapti yana. O'ptimga ham, doniga ham chiroyli qilib beriladi. Yeb ishlarni ko'ryapsizlarmi obunachilarimiz? Yeb uchlari joyida. Faqat kelib talashib tortishib olsanglar bo'ldi. Orqalardan ham ko'rsataman buqalarni. Ketdi mana bu buqalarimiz. Dehqon akalarimizga, fermer akalarimizga tavsiya qilamiz shunaqa buqalarni qatdan olsanglar ham tekshirib ko'rib olishinglarni. Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan manzilimiz. Xudo xolisa kanalga omad. Kanalga hissasini qo'shmagan hissalarni qo'shib qo'yasizlar. Kiloga sotilmaydi, oyog'ida sotiladi faqat buqalarimiz. Sementalda ham bor, hammasidan bor. Zakazga ishlayveramiz, etsanglar. Nomerlarimiz 99lik 546 06 94 698 30 telefonlarga aloqaga chiqaverasizlar. Limuzin deysizlarmi? Bunaqalardan deysizlarmi? Hammasidan bor. Bu yerda har doim tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, har doim yaxshilik bo'lsin. Kelaverasizlar, uzoqdan kelganlarga lakasda tashlab beriladi. Hurmatli obunachilarimiz, muxlislarimiz, sog' bo'lasizlar.